Assalamualaikum qadrli savoldoshlar, Qarabeto'r darsxonasiga xush kelibsizlar. Men Istanbul Universiteti Turkologiya doktoranti Nilüfer. Bundan keyingi hozirgi zamon Uyg'ur tili darsida sizlar bilan birga bo'lamiz. Bu tungi soatlik tanishtirish videomizda hozirgi zamon Uyg'ur tili darsi qisqacha dars planini o'rtoqlashmoqchi. Tungi soatlik darsimizda Uyg'ur tilining til sistemasi va Uyg'ur tilining qisqacha tarixi haqida to'xtalib o'tamiz. Bundan keyin Uyg'ur tili va Uyg'ur tilining boshqa tillar bilan bo'lgan ta'siri, Uyg'ur yillik tarixi, Uyg'ur tilining imlo qoidasi, Uyg'ur tilidagi tinish belgilari, fontika ya'ni Uyg'ur tilidagi tovushlar, leksika ya'ni Uyg'ur tilidagi so'z va so'zliklar ya'ni lug'at tarkibi, grammatika ya'ni Uyg'ur tilidagi so'zlarning tuzilishi va so'z bitimlari, sintaksis ya'ni Uyg'ur tilidagi so'z birikmasi va jumlalar haqida tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Hozirgi zamon Uyg'ur tili dars uchun tayyorlangan materiallarimiz tuvandikicha. Tunji bo'lib Hamid Ömür Efendimning Hozirgi zamon Uyg'ur tili grammatikasi nomli bu kitobni qo'llandik. Bundan boshqa Arslan Abdullah qatorliq tilshunoslar tarafidan tuzib chiqilgan Hozirgi zamon Uyg'ur tili nomli 3 qismli kitobni qo'llandik. Bundan boshqa Uyg'ur tili grammatikasi ya'ni Echildo'stxon to'liq o'tir maktablarining Uyg'ur tili grammatikasi bo'lgan kitobni qo'llandik. Sirtida tug'ilib bo'lgan va o'qitish tillari inglizcha, turkcha qatorliq til bo'lganlar uchun ba'zi materiallarni to'plab chiqdik. Ularning ichida Hamid Ömür Efendimning Hozirgi zamon Uyg'ur tili grammatikasi nomli kitobining inglizcha tarjimasi bor. Bundan boshqa Frederick de Jong Efendimning Grammar of Modern Uyghur nomli kitobi bor. Bundan boshqa Turkiyada nashr qilingan Sultan Mahmud Kashgarli Efendimning Modern Uyghur Türkçe Grammeri, Levent Doğan Efendimning Uyghur Türkçe Grammeri ve Rıdvan Öztürk Efendimning Yeni Uyghur Türkçesi Grammeri nomli kitoblar bor. Bu kitoblardan foydalansanlar bo'ladi. Hozirgi zamon Uyg'ur tili darsimiz bu shaklda bo'ladi. Bundan keyingi darslarimiz davomli surishni xohlasanlar, Qarabeto'r darsxonamizga ergashib olishinglarni va darslarimizni yoqtirgan bo'lsanglar, boshqa do'stlaringlar bilan hamkorlashishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Undaq bo'lsa keyingi soatlik darslarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.